Ay kelin paşa. Ay iş patonu deysiz. Kiyimlerini taklavatıdım Aycan. Qozon tegini bir kidib qo'yasiz dedim-da. Sen bu günü de bet ucuz Aycan. Patarada ishlar tugamadi. Mana masalan, shkopingizni qarang, oynasi xira bo'lib qopti. Bir kirib mana kirlarni taxlab bersiz bo'lardi. Voy eshik qilyapti. Bor cho'pi qarang kim ekan. Bo'lsin, bu nima ekan? O'g'lim palit o'ynayaptimi? Hay. Bu nima ekan? Ha, bu archibalang bo'lsa kerak. Bunisi nima ekan? Ha, mushugi bo'yinbog' ekan-da. Ay o'li, bu kishanku. Toshni palit o'ynayapti bular. Bunisi nima ekan? Ay, bu qamchi-yu. Ha! O'g'limga kelinim yomonlaganda, o'g'lim xonasiga olib kirib, "Rasta kelinimni savalib keldi." Aycan, men narsalarim tikkilavasmi? Kelin paşa. Mana rosa yeyapsizmi, ha? Ha. Yomon qiz bo'lganda rosa savalavatdilar. Bada bum 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 boy boy.